Onasi. O'tiringlar yoshlar. Yo, boshqa. O'tiringlar. Yopishmay o'tiringlar. Havo issiqmi deyman? Issiq. Yigitingizmi? Yo'q, qirolim. Bu qirolingiz nima ish qiladi, qirolingiz? Biznesmenlar. Yo'q. Basharasidan xotinni qo'liga qarab o'tiradigan erkakka o'xshayapti-ku, uzr lekin nagli gapirganim uchun yo'ldan bitta odam olaman. Balkim shart emasdir. Sizdan kim so'rayapti? Mo'ylovli maymun. Rulga qarang. Men sizga qarab ketaman baribir. Bugun o'ylasizlarmi? Assalomu alaykum. Ada? Orqada qirol bilan qirolicha ketyapti. Yomon bo'ladimi deyman. O'g'lingiz bilan uchrashdingda rosa etardim. Uchrashgan joyimizni qarang. Qonli uchrashuv. Eshitdim, onangizlar voqea o'tganlardan keyin ona mehriga to'ymay katta bo'libsiz. To'ymaganmisiz? To'yib. To'ymaganman. To'ydiray deb kelibsiz-da, ota bolani. Biz adezlar bilan keyingi oy birinchisida Maldivga ketyapmiz. Qarchimasmisiz? Men tushib qolsam bo'ladimi shu yerda? Meni ham yerim. Keyingi oyda birinchisida malakasini oshirishga ketyapti. Endi malakasini uyda oshira olmagan bo'lsa kerak-da. Uyda o'tirsa oshiradimi malakasini? To'g'ri. Alo, Qachon bizlarga sovchilikka jo'natasiz? menimcha uyimdagilar bora olmasa kerak. Mo'minjon bilan tinchlikmi? Voy, Ha, yaxshi ko'rgan qizim sovchi kutayotdi deyman. hecham siqilmang Mo'minjon. Mana adajoningiz bilan boshimizga kakras o'tib kelamiz. Voy, tiqilmasa-da, mana mashina tiqilmasa, o'zingni yo'lingda yur. Opajon, ertaga qirolim bilan bizlarni viloyatga olib chiqib keling. Yo, shart emas. Men pulni begona qilmang, adajonisi. Adajonisi? Yo, bu meni xotinim, bu o'g'lim. Hey, yondim, kaka qilib qo'ydim, kaka. Yanimda mo'la bor maymun bilan gaplashmagan bo'lardim. Sevgi muhabbatlarning ikkiga bo'lvardimmi? Shung mashinadan. Adasi noto'g'ri qildi. Men odamlarga o'xshab uyga borib gaplashsak bo'lardi, ha? To'g'ri, oshirib yubordi, noto'g'ri qildi. Men noto'g'ri qildim, ha? Yo. Har doim noto'g'ri. Yo. Bugun yana bir kun o'tdi. Bu yil 2696-yil 9-sentyabr. Butun dunyoda bir o'zim qolganimga 15 yil bo'ldi. Hech kim qolmagan. Tirik jonzotlardan asar ham yo'q. Ovqat zaxiram esa tugab boryapti. Nima qilishga hayronman. Yashashda davom etamiz. Hamma joyga qarab chiqdim. Mehmonxonani ham. Endi boshqa joylarga ham borib ko'raman. Hech bo'lmasa yegani bir narsa topishim mumkin. Haligi kechirasiz. Kechirdim. Qiz bo'l. Haligi Bilasizmi, yolg'izlik qanaqa azobligini? Kalamushdan jiyotgan ekan. Alik topding jiyorasizmi? Ha? Ye? Yana odam bor ekanmi? Bu dunyoda bitta o'zim qoldim deb o'yladim. mana bitta ish qoldi deb o'ylabman-de. Sabr qilmaysizmi?
Rais bey, qayerga ketyapmiz? Mahallani aylanamiz. Mahallani. 200 bin ber hamdam. Hamdam emasman, o'tkirman deyapman. Nima muncha ko'micha urasiz? Ey! Nima gap? Ichishdan qiynalib ketdim. Ko'rgan odam alkash bolasi ham nima qilay? Qariyalar uyga berib Rais bor, undan ko'ra dadangga mehribon bo'lib, to'g'ri yo'l bilan tushuntirsan desangiz bo'ladi-ku. Ha, bo'pti. Shunaqa qil. Ketdik. Shoshma. Sen shu yerda qol. Nima rais bu? Mahalladagi beva xotindan xabar olib chiqishim kerak. Ha, undan ko'ra Nodirdan xabar olaylik, u kecha uyi yonib ketdi. Ey, Nodir yana qo'y. Beva yomon yonyapti. Qo'ymayapti, yonyapti. Uni qilyapti. Ey, aralashma. Mahallani aylanib charchamadingizmi, rais bova? Nima kamchiliklar bor? Gullaringiz ham so'lib qolibdi, qarang. Rais bey, birinchi marta eshitdim, yaxshi gapirishingizni. Jemtar. Umrimda sizdek yaxshi rais ko'rmaganman, rais bova. Ko'rmasangiz ham kerak. Ko'ryapti. Mana yoz kartoshka tugagan, qo'y go'shti tugagan. Siz bilan qatnashasiz. Endi har bir xonadonda go'sht. Sen meni tergov qilyapsanmi, yo'qol? Go'sht olib kelaman albatta. Go'sht bor, o'zingiz kelavering. Quyosh kular jis ikkita asal qas soqqa sanar dars. Hey. Bu nima qilyapsanlar? Bular rais bey video oladi, Instagramga joylaydi, keyin reklama chiqadi, ko'pgina pul topib, mashina oladi, uy oladi, ota-onasini boqadi mashina. Hey. Yaxshi ekan-ku. Quyosh kular jis ikkita. Hey. Bizga bo'lmadi, ketdik. जी हाँ मैंने शराब पी Ishtiga chiqay. Jonimga tegib ketdi. Hammasi bu nima hayot bu? Yoy, sizga nima ko'rdim bu hayotda? Nima gap? Bironta texnika yo'q uyda. Nima qilishim kerak? Ajrash. Rais bey, ajrashtirasiz? Ha. Kechirasiz. Olsin, baxtli hayot kechirsin. Mayli, shunaqa qilsin. Shoqa olib kiraveraymi? Hammani olib kiringlar. Yo'q. O'ng qo'ldagi birinchi hovliga. Bevani uyi, rais bey. Ya. Ha, rais bey, bildirman. Yo'q. Ey, rais bey, qo'yingchi. Yo'q, bilyapman-ku. Sendami yomg'ir tomchilari. Voy, bechoralar. Yomg'irda qolib ketibdi. Seni yomg'irda qolib ketibsizlar-yu. O'tiringlar, olib borib qo'yaman. Kene demeni. Ha, uzr, keneshga opash qolay. Qayerga borasizlar? Yunusobod 16-kvartal. O'tiringlar. oyi odamlarmi Yo'q, adang emas. Yuringlar, o'tiringlar. Haligi nima meni adada bordi? Adashib yetvordi-da. Adasi tashlab ketdi. Shundoq chiroyli bolalarni. Yuragimda halovat yo'q, ketganingdan nari berman. Qo'ylay senga gap yo'q, azob chekmay ham yuraverasan. Mendan yor xabarmisan, nega qo'ng'iroq qilmaysan? Sevaman deb aldayapsan, sevishim bilib sendan men ham xafaman. Kelaman deb kelmayapsan, gapingga ishonmayman man. Yurardim sezib mazza Bunisi sinisiga, bunisi onasiga mana. Shafqat edi. Daniyete, men o'zim ham ajrashganman-da. Bolalarga mehrim boshqacha. O'shaning uchun qanaqadir ustingni kir qilasan. Ondan qizim. O'zar ona qizimni o'rdim. Ehtiyot bo'lgin-a. Mazza qildinglarmi? Endi uyga ketamiz. Sizni ham ovora qilib qo'ydik-a, o'zimiz ketardik. Daniyete, kichkinalarni yaxshi ko'rib qol. Hech narsa qilmaydi, olib borsam olib borib qo'yman-da, nima qilibdi? Ketdi, hozir yoniga o'tiraman. Ha, endi o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa endi yaxshilik ham qilib turish kerak-ku. Bugun seni uzatamiz. Mo'mrika tez sovchilaringizni jo'nating. Kechasi birdami? Ha, ertalab sovchilar kelyapti, boshqasi bizga ko'rishadi. Bo'pti, bersa beraversin. Bo'ling. Xo'p, boramiz hozir uydagilarni yo'qotay. Kela tinchi.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qulchilikka keldik. Xulam qulingizga kerak hozir. Yo'q, ostonangizni supurgani keldik. Shu ostonani ertalab obed supuraylik. Sovchilikka keldik. Yarim kechasi kelgan kallangga qo'y mani. Keling, yoting. Qani yotingchi. Bismillahirrohmanirrohim. Qaraysiz, zola yaxshimi ishlayapti. Mayqa, quduqxonani chaqiring. Keling. Chaqiring. Keling, nima xizmat? Tinchlikmi? Zola yaxshimi ishlayapti? Mayqa, shu zalda gaplashaylik, cho'tib uxlab qo'yibdi uni. Aka. Tepadan tushib ketdim bile. Qani, xullas sizda bitta gul bor ekan, bizda bitta bulbul bor. O'zi hamma bulbulni uxlayapti, sen ham bulbulni uxlamasang-da. Va shu uxlamagani uchun keldik-da bulbul. Bilen. Yana tushib ketdim. Ko'p tushib ketyapsiz-da. Mayli, mahriga nima so'raysiz? Mahri qizimdan so'raysizda, qizim aytadi. Menga sut pulni berasiz. Beramiz. Bo'ldi. Kerak bo'lsa sutdan ham beraverman, lekin idishni olib qolaman, xo'pmi? Yo'q, idish o'zimizda bor. May qaraylik. Shu ishni ayollar hal qilsin. Gaplashyapti-yu. Bugun seni uzataman. Adel. Ha, o. Gaplashishni. Nima ayt? Nima turibdi? O'tirgan joyga soatim botgan bo'lsa keyin, unda botadigan narsa yo'q edi. Ha, bo'lmaydi. Qarang. 3:30 dan qolgan kechasi suvchilagan 3:30 keladi. Endi bulbul uxlamayapti-da. Mol ovozini eshityapsizmi? Eshitmayapman. Mol ham uxlayapti, mol. Idin. Nima deysiz? Nima? Indinga keling demoqchiydimi? Qizingizni bering, biz ham uyga borib uxlaylik. Adamdan so'rash kerak uni. Adingiz qayerdalar? Adam hozir yugurib o'tib ketdi, ko'rmaysizmi? Yo'q, rostdan. Qayerda bo'lardi, uxlayapti adam ham. Uxlayotgan ekan, adingiz. Hal qiling. Adam? So'raylik. Siz to'ydan keyin ham shunaqa uxlab qolasizmi? Mamlakat dedim, sizga gapiryapman. Uni qilish kerak. Sevgimiz uchun kurashmayapsiz. Kurashaman. Hozir mana yonboshlab kurashaman. Hoppa. Hozir uxlayapti. Ada? Yo'q, Ada. Tepadan tushib ketdingizmi? Ha, tepadan tushib ketdim. Sen qayerda eting? Men sizdan oldin tushib o'ldim. Voy, sizlar hammanglar tepaga qilib chiqib oldinglar. Biz ilgari Choshtepada yashaganmiz-da, tepaga. Ular kim? Bu sovchilar. Ya, haqida o't bo'lmasa yotib gaplashamiz. Yoting. Rahmat, dadam, rahmat. Sizga to'yimiz haqida gapiryapman. Asaloyiga baliga boramiz, ikkalamizni maza qilib. Uxlayapsizmi? Ada. Gapiring, siz poylashyapti. Sizni kutib. Gapirishga tilim bor. Lekin uyqu kelyapti-da. Yotgin. Mayli, nima bo'lmasa keta qoling. Yo'q, karavotga tushgan joni bir ertalab ketamiz. Ada? Bu rozi bo'la. Sen uyga boraverma, ertalab bo'laman.